Xo'p, bu yoqda hammada savol tug'ilyapti. Bu katta karniz qanday o'tiradi? Xo'p, buni yopishtirganimizdan keyin обязательно bunga armatura qoqiladi. Katta bo'lgani uchun. Bundan tashqari, bu tepa qismimizda tomni eng tepa qismi bilan, fronton bilan bir xil urovenda ketyapti. Buni qo'yganimizdan keyin hop, mana qismimizni tunika bilan yopiladi, obshivka bo'ladi. Nimagaki, mana orqasiga suv kirmasligi uchun. Ertaga qishda suv muzlasa, buni otib yuborishi mumkin. O'shaning uchun tepa qismini обязательно tunika bilan yopish shart. Tunika yopiladi, tunikani ozgina 2 sm chiqariladi, suv ham to'g'ri pastga ketadi, ham tiyagadan oqmasligi uchun. Agar hozir sizda bu gipsdan yo fibrobetondan bo'lganda, agar bunaqa katta detalni bir 4 kishi kamida ko'tarib turish kerak bo'ladi. Misol, bu hozir mana bu yog'i 40 sm mana ko'rishingiz mumkin. 40. Bunaqasiga ham shu 40-41 sm katta karniz. Juda ham yengil, ham montaji juda ham oson. Ishingizni ancha tezlashtirib beradi bu. Ish sifatini ham oshirib beradi.